Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 12 iyuldan boshlab pensionerlar uchun qanday yangilik bor? Bu yangilik kimlarga taalluqli? Kimlar qo'shimcha tekshiruv qilishi kerak? Kimlar esa xavotir olmasligi mumkin? Bu mavzu oddiy ko'rinadi, lekin amalda bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida berilmasa yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, odam o'ziga tegishli pulni kech olishi yoki umuman xabarsiz qolishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga hammasini sodda tilda misollar bilan tushuntiraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya olsa yoki qo'shningiz, qarindoshingiz bu ma'lumotga muhtoj bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, ko'p odamning muammosi oldindan hal bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagidek bank kartasiga yoki naqd shaklda olib kelish orqali olardi. Kimdir har oy bankomat oldida navbat kutardi. Kimdir mahallaga keladigan xodimni kutardi. Kimdir esa plastik kartasiga pul tushgan-tushmaganini bilish uchun farzandiga yoki qo'shnisiga telefon qilardi. Eng katta muammo shunda ediki, ko'p odam o'z pensiyasi qanday hisoblanganini staj to'liq kiritilganmi, qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligini aniq bilmasdi. Masalan, bir pensioner 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya tayinlanayotganda arxivdan 5 yillik ish haqi ma'lumoti topilmagan bo'lsa, pensiya miqdori kutilgandan kam chiqadi. Yoki boshqa bir inson nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'ladi. Lekin hujjatlar yangilanmagani uchun bu qo'shimcha avtomatik ko'rinmaydi. Yana bir holat, boquvchisini yo'qotgan oila pensiya turini to'g'ri rasmiylashtirmagan bo'lsa, har oyda olinishi kerak bo'lgan summa kam bo'lishi mumkin. Endi 12 iyuldan boshlab ko'pchilik uchun asosiy yangilik shundaki, pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish, to'lov holatini aniqlash, qayta hisoblash masalasini ko'tarish va hujjatlarni tartibga keltirish jarayoni yanada faol bosqichga kiradi. Men bu yerda juda muhim narsani alohida aytaman. Barcha pensionerlarga bir xil miqdorda qo'shimcha pul beriladi degan gapni eshitsangiz, darhol ishonib ketmang. Yangilik hammaga taalluqli bo'lishi mumkin, lekin natija hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Kimdadir pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Kimdadir faqat to'lov usuli o'zgaradi. Kimdir esa faqat ma'lumotlarni tasdiqlab qo'yish kerak bo'ladi. Men avvalo bitta tamoyilni tushuntirib beraman. Pensiya bu oddiy oylik emas. Pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq. Ish staji, ish haqi ma'lumotlari, pensiya turi, imtiyozli toifa, nogironlik holati, yoshga doir pensiya yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Shuningdek, ayrim hollarda qo'shimcha ustamalar. Shuning uchun bir mahallada yashaydigan ikki pensionerning pensiyasi har xil bo'lishi tabiiy. Endi 12 iyuldan keyin kimlar birinchi navbatda e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh pensiyasi kutilgandan kam chiqayotgan insonlar. Masalan, siz 3 yildan ortiq ishlagansiz, lekin pensiyangiz qo'shningiznikidan ancha kam. Albatta bu darhol xato degani emas, chunki ish haqi bazasi, staj va lavozim farq qiladi. Lekin tekshirtirishga arziydi. Agar sizning mehnat daftarchangizda ish joylari bor, lekin pensiya jamg'armasi bazasida hammasi ko'rinmayotgan bo'lsa, pensiya noto'liq hisoblangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida yozuvlari eski, o'chib ketgan, muhrlari noaniq yoki arxivdan tasdiq olish kerak bo'lgan pensionerlar. Ko'p odamlar Sovet davrida yoki 9 yillarda ishlagan. O'sha paytdagi korxona hozir yo'q. Nomi o'zgargan, arxiv boshqa joyga ko'chgan. Mana shunday holatlarda stajni tasdiqlash qiyinlashadi. Lekin bu umuman imkonsiz degani emas. Arxiv ma'lumotnomasi ishga qabul qilinganlik va ishdan bo'shaganlik buyruqlari. Ish haqi qaydnomalari orqali ko'p masalani tiklash mumkin. Uchinchi guruh nogironligi bor pensionerlar. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik muddati uzaytirilganmi? Guruh o'zgarganmi? Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ma'lumotlari tizimga to'g'ri tushganmi? Bularning hammasi muhim. Agar insonning nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya yoki nafaqa miqdorida ham o'zgarish bo'lishi mumkin. Ba'zan odam hujjatni oladi, lekin tegishli idoraga borib ma'lumotni yangilamaydi. Natijada to'lov eski tartibda davom etadi. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, ona farzandlari uchun pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Farzand o'g'lingizdek yoshga to'lganda o'qishni davom ettirsa,
ayrim hollarda huquq saqlanishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun 12 iyuldan keyingi tekshiruvlar davrida bunday oilalar albatta o'z holatini aniqlashtirib olsin. 5-guruh pensiyasini bank kartasi orqali oladiganlar. Bu juda ko'p uchraydigan muammo. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, telefon raqami bank tizimida eski. SMS xabarnoma ulanmagan yoki pensioner kartani farzandiga berib qo'ygan. Pul tushadi, lekin pensioner o'zi bilmaydi. Yoki aksincha pul tushmagan deb o'ylaydi. Aslida karta bilan texnik muammo bo'ladi. Men doim aytaman, pensiya kartasi pensionerning shaxsiy moliyaviy huquqi. Uni butunlay boshqalarga topshirib qo'yish xavfli. Yordam berish boshqa, nazoratni yo'qotish boshqa. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli ayol 28 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga ma'lum miqdor tayinlangan. Lekin u 5 yil davomida nega mening pensiyam kamroq deb o'ylab yurgan. Keyin mehnat daftarchasidagi 2 ish joyi bo'yicha arxiv ma'lumotlari tizimga kiritilmagani aniqlangan. Agar u ariza bersa, hujjatlarni topshirsa va staj tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu degani har doim millionlab qo'shimcha pul tushadi degani emas. Lekin har oyda 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq farq chiqsa ham, bir yilga hisoblasangiz, bu oila budjeti uchun sezilarli yordam. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli erkak pensiyasini kartaga oladi. U har oy farzandan pul tushdimi deb so'raydi. Bir oy pensiya kechikkan deb o'ylashadi. Banka borishsa, karta muddati tugagan bo'ladi. Pensiya hisoblangan, lekin karta orqali yechib bo'lmagan. Bunday vaziyatda odam asabiylashadi. Pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida masala bank kartasida. Shuning uchun karta muddati, bankdagi telefon raqami va shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi juda muhim. Uchinchi misol. Farg'onada bir ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi uchun oladi. Farzand kollej yoki oliy ta'limda o'qishni davom ettiradi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmaydi. Natijada to'lovda uzilish bo'ladi. Keyin hujjat topshirilgach, masala tiklanishi mumkin, lekin odam bir necha oy sarson bo'ladi. Shuning uchun o'qish, nogironlik, yashash joyi, pasport ma'lumotlari kabi o'zgarishlar bo'lsa, buni yashirib yurmasdan vaqtida rasmiylashtirish kerak. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi pensioner ilgari imtiyozli sharoitda ishlagan, masalan, zararli ishlab chiqarishda yoki og'ir mehnat sharoitida. Bunday ishlar pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Lekin faqat men shunaqa ishlaganman deyish yetarli emas. Buni hujjat tasdiqlashi kerak. Korxona ma'lumotnomasi, ish haqi, lavozim, buyruqlar, mehnat sharoitini ko'rsatuvchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar bular topilsa, pensiya huquqi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men tomoshabinlarga har doim muvozanatli qarashni tavsiya qilaman. Hamma ham ertaga idoraga yugurishi shart emas. Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, karta ishlayotgan bo'lsa, pensiya miqdorida shubha bo'lmasa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, shunchaki ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish kifoya. Bu profilaktika, xolos. Lekin quyidagi holatlarda men sizga masalani cho'zmaslikni maslahat beraman. Agar pensiya birdan kamayib qolgan bo'lsa, to'lov kechiksa, karta orqali pul yechib bo'lmasa, pensiya turini o'zgartirishga asos bo'lsa, nogironlik hujjati yangilangan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz vafot etgandan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha savol tug'ilgan bo'lsa, yoki ilgari ishlagan yillaringiz pensiya hisobida ko'rinmayotganini sezsangiz, albatta murojaat qiling. Yana bir muhim masala, ayrim odamlar mening qo'shnimga ko'proq tushibdi, demak menga ham tushish kerak deb xulosa qiladi. Bu noto'g'ri. Qo'shningizning staji 1-yil, sizniki 25 yil bo'lishi mumkin. U yuqori ish haqi olgan, sizniki pastroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Unga nogironlik yoki boshqa ustama bor, sizda yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun taqqoslash uchun emas, o'z hujjatingizni tekshirish uchun harakat qiling. Endi eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi xato og'zaki gaplarga ishonish. 2-iyuldan hamma pensionerga falon pul qo'shilar ekan. Falon banka borsangiz qo'shimcha pul beradi. Pasport nusxasini yuborsangiz kompensatsiya tushadigan xabarlar ko'payadi. Ayniqsa Telegram guruhlarda shunaqa gaplar tez tarqaladi. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Pul, pensiya, karta, pasport ma'lumotlari bilan bog'liq har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshirmasdan turib ishonmang. Ikkinchi xato,
Karta ma'lumotlarini begonalarga berish. Hech qachon kartangizning to'liq raqami. Amal qilish muddati, SMS kodi, PIN kodi yoki pasport ma'lumotingizni noma'lum odamlarga aytmang. Pensionerlar firibgarlar uchun eng zaif guruhlardan biri hisoblanadi. Chunki ular ko'pcha davlat idorasidan qo'ng'iroq qilyapti deb ishonib qoladi. Agar kimdir pensiyangizga qo'shimcha pul tushiramiz, SMS kodini ayting desa, bilingki, bu juda xavfli signal. Hech bir rasmiy xodim sizdan SMS kod so'ramaydi. 3-xato hujjatni yo'qotib qo'yish yoki nusxa tayyorlamaslik. Mehnat daftarchasi, pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, nikoh yoki vafot etganlik guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar ko'p masalada kerak bo'ladi. Men tavsiya qilaman, har bir hujjatning kamida 2-3 dona nusxasini tayyorlab qo'ying. Telefoningizda ham suratini saqlang, lekin asl hujjatni ehtiyot qiling. 4-nozik jihat, yashash joyi o'zgarsa, ma'lumot ham yangilanishi kerak. Ba'zan pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chadi, lekin pensiya hujjatlari eski manzil bo'yicha qoladi. Keyin to'lov, xabarnoma, chaqiruv yoki tekshiruvdan muammo chiqadi. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pensiya bo'yicha tegishli bo'limga bu haqda xabar berish kerak. 5-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sababli bankka bora olmaydi. Kartadan foydalana olmaydi yoki hujjat topshirishga qiynaladi. Bunday holatda ishonchnoma rasmiy tartibda berilishi mumkin. Lekin ishonchnoma berganingizdan keyin ham nazoratni butunlay yo'qotmang. Kim pulni oldi, qancha oldi, qachon oldi, buni bilib turing. Oilada ham moliyaviy shaffoflik bo'lishi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiyangiz muntazam tushyaptimi yoki yo'qmi tekshiring. Agar bank kartangiz bo'lsa, bank ilovasi, SMS xabarnoma yoki bank filialidan ma'lumot oling. Agar siz telefon ilovasidan foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Lekin SMS kod va PIN kodni hech kimga aytmaslik qoidasini unutmang. Ikkinchi qadam, karta muddati va bank ma'lumotlarini tekshiring. Karta ustida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddati tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank bazasida ham yangilang. Aks holda muhim xabarlar eski raqamga ketishi mumkin. 3-qadam, pensiya hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, oila holatiga oid guvohnomalar, bank rekvizitlari va avvalgi murojaatlar bo'yicha javob xatlari bo'lsa, hammasini tartib bilan saqlang. Men ko'p ko'rganman. Odam idoraga boradi, lekin kerakli hujjat uyda qoladi. Keyin yana kelish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, yo'l haqi va azob. 4-qadam, pensiya miqdorida shubha bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaatning kuchi boshqacha. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam miqdori va hisoblangan ish stajim bo'yicha ma'lumot berishingizni. Agar hisob-kitobda kiritilmagan davrlar bo'lsa, qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. 5-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Odatda pensiya masalalari bo'yicha yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli elektron davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz, eng yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda sizga ariza topshirishda yordam berishlari kerak. Agar sog'lig'ingiz sababli bora olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki vakil orqali rasmiy tartibda murojaat qiling. 6-qadam, arxiv masalasini oldindan tayyorlang. Agar sizning ish joyingiz yopilgan bo'lsa, u korxonaning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Masalan, korxona tuman arxivga, viloyat arxivga yoki yuqori tashkilot arxivga hujjat topshirgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda ishlagan yillaringizni, korxona nomini, lavozimingizni, taxminiy davrni aniq yozing. Men falon joyda ishlaganman deyish kamlik qiladi. Qancha aniq yozsangiz, ma'lumot topish shuncha oson bo'ladi. 7-qadam, javobni kuting va natijani nazorat qiling. Arz topshirganingizdan keyin ro'yxatdan o'tgan raqamni oling. Qachon topshirganingizni yozib qo'ying. Javob kelmasa qayta murojaat qiling. Har bir murojaatning nusxasini saqlang. Bu juda muhim.
Chunki keyinchalik masalani yuqoriroq idorada ko'rib chiqish kerak bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 8-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 12 iyul atrofidagi har qanday yangilikdan keyin ayrim odamlar men hujjatingizni tezlashtirib beraman, qo'shimcha pul undirib beraman, ichkarida tanishim bor deb pul so'rashi mumkin. Men bunday holatlardan ogohlantiraman. Rasmiy to'lov bo'lsa kvitansiya bo'ladi. Rasmiy xizmat bo'lsa ariza raqami bo'ladi. Hech qachon naqd pulni qo'lga berib natija kutmang. Pensiya bu sizning qonuniy huquqingiz, uni olish uchun pora yoki tanish bilish kerak emas. Men bu videoni faqat pensionerlar emas, ularning farzandlari ham ko'rishini xohlayman. Chunki ko'p otaxon, onaxonlar internetdan foydalana olmaydi, bank ilovasini tushunmaydi, ariza yozishda qiynaladi. Farzand sifatida sizning vazifangiz ularning pulini boshqarib olish emas, balki huquqini himoya qilish. Ota-onangizning pensiyasi qachon tushadi, qancha tushadi, kartasi ishlayaptimi, hujjatlari to'liqmi, buni birga tekshiring. Masalan, oy boshida yoki pensiya tushadigan davrda bir marta bank xabarini ko'rib qo'yish mumkin. Har 3 yoki 6 oyda karta muddati, telefon raqami, hujjatlar papkasi tekshirilsa, katta muammolar oldi olinadi. Agar ota-onangizning pensiyasi kutilmaganda kamaygan bo'lsa, mayli, shunaqa bo'lsa kerak deb qo'ymang. Sababini so'rang. Ba'zan texnik xato bo'ladi, ba'zan hujjat yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan esa to'lov turi bilan bog'liq tushunmovchilik bo'ladi. Men bu mavzuni aniq qilib jamlayman. 12 iyuldan boshlab pensionerlar uchun yangilik deganda birinchi navbatda e'tibor. Tekshiruv va imkoniyatlar davri tushunilishi kerak. Ya'ni odamlar o'z pensiya holatini aniqlashtirib olishi, to'lov usulini tekshirishi, hujjatlarni tartibga keltirishi. Zarur bo'lsa, qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilish kerak. Kimning hujjatida haqiqatdan ham kamchilik bo'lsa, u uchun bu juda yaxshi imkoniyat. Kimning hammasi joyida bo'lsa, u shunchaki xotirjam bo'ladi. Eng asosiysi. Vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Pensiya kichik masala emas. Ko'p oilalarda pensionerning oylik puli dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar va nevaralarga yordam uchun ishlatiladi. Har oyda ozgina farq ham yillik hisobda katta summaga aylanadi. Shuning uchun o'z huquqingizni bilish, hujjatingizni saqlash va vaqtida murojaat qilish juda muhim. Azizlar, bugun men sizga 12 iyuldan pensionerlar uchun muhim bo'lgan yangilikni oddiy tilda tushuntirdim. Eng muhim fikrlar shular. Pensiyangizni tekshiring. Karta hujjatlaringizni tartibga keltiring. Staj va qo'shimcha huquqlaringiz bo'yicha shubha bo'lsa yozma ariza bering. Firibgarlarga ishonmang va rasmiy manbalarga tayaning. Agar sizda mening pensiyam kam hisoblangan bo'lishi mumkin, kartamga pul tushmayapti, stajim kiritilmagan, qaysi hujjat kerak degan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat kimningdir pensiyasini, huquqini va xotirjamligini saqlab qolishi mumkin.